Mana bunday shitlarga sizni ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Shunday holatlardan qanday himoyalanish mumkin? Zamon rivojlangan sari, uyimizda elektrika va elektronika jihozlari ko'paygan sari elektr energiya talablarimiz oshib boryapti va shu bilan birgalikda elektrika shitlari ham ko'payib bormoqda. Shitlarimiz ko'paygan sari yong'in chiqish xavfi ham ko'tarilib bormoqda. Uyda elektrikangiz qanchalik zo'r qilinganidan qat'iy nazar, yong'in chiqish xavfi doimo mavjud. Va shuning uchun hozirgi paytda qo'shimcha himoya tizimlari qo'yilyapti. Yong'in chiqishlarini xavfini oldini olish uchun. Ana shulardan biri bilan hozir sizlar bilan tanishamiz. Ko'rib turgan ushbu qurilmangiz asosan bu modulli shitlar uchun mo'ljallangan, uy ichida joylashtirish uchun. Va e'tibor beradigan joylarimiz bu mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, buni fitil deydi. Aynan shu qismi olovga tegadigan bo'lsa, 170 gradusgacha qiziydigan bo'lsa, bu yonadi va buni ishga tushiradi. Ko'pchilik o'ylaydiki, bu portlaydi deb. Yo'q, bu portlamaydi. Bu o'z ichidan kukunli modda chiqaradi, alangani o'chirish uchun. 10 soniya davomida kukunli modda chiqargan holatda kislorodni yo'qotib, yong'inni bartaraf etadi. Qurilmamiz qutisida va uni yon qismida o'zbek tilida uni yo'riqnomasi qo'yilgan. Shunga alohida e'tibor berishlarini so'rab qolardim, chunki har bir qurilmani o'z qo'llanmasiga muvofiq ravishda qo'yiladigan bo'lsa, u kerakli natija bera oladi. Qurilmamizda nafaqat dinamikaga mo'ljallangan. Uni kattaroq qurilmaning yoniga yopishtirish imkoniyatimiz bor. Buning uchun qurilmamizning ikkinchi tarafida yopishuvchan moddasi bor. Buni himoya plyonkasini olib tashlagan holatda qurilmamizning yon qismiga joylashtirib qo'yish imkoniyatimiz bor. Odatiy yong'in o'chirgich ballonlari har bir necha yilda tekshiruvdan o'tishi kerak. Bu qurilmamiz esa 10 yil kafolatga ega. Ushbu qurilmamizni qo'llanish harorati esa -50 darajadan +90 darajagacha berilgan. Bu degani ko'cha sharoitida bemalol qo'llanishimiz mumkin. Siz bu mahsulotdan foydalanarmidingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.